Albatta hammaga qiziq konteyner mahsulotini, ya'ni materiallar. 6 ga 6 profillari 1 metrlardan tortib hamda mana bunday xor yasash, 25 metrgacha bez ustun tura oladigan mana shunday firmalarda to'qish va mana bunday xorlar razmerlari 25 sm dan 30 sm, 40 sm gacha bo'lar ekan. Kimga shunaqangi xizmatlar narx-navosi qiziq bo'lsa, kadrda uzoqlashmang, biz boshladik. Ovulaman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka, yaxshi ahvoldami? Sizlar? Bo'ldi, tinchmisiz? Aka bo'lmasa ma'lumotini beraveramiz, xudo xolasa. Bo'ldi aka, ma'lumotlar beraveramiz, xudo xolasa, qo'ldan kelsa. Hozir meni e'tiborimni tortgan narsa qarang. Mana shu yerdan bitta o'zim ko'rsatib yuboraman. Уже ketdi mana. Bu necha metr hoji aka bu? 29 metr. 29 metrga uzunligi 50 metr joy. Hozir 50 metrmi shu boshgacha? Yo'q, bu boshgacha 50 metr emas, 29 metr. Bu konvet bo'lyapti. Ikkala tarafi ham uyda kelsa konvet qilib berasizlar degan, ikki taraf konvet bo'lyapti. Tushunarli. Aka buni qanday olib borishadi? Bu qayerga olib Buni ketishyapti? hozir maydalanadi bu. O'n yerda hammasi sasa ushlatib qo'yilyapti. Shu yerda yig'ib teylab olyapti seximizda. Xo'p, qayerga ketyapti aka bu? Bu Jizzaxga ketyapti aka. Metr kvadratini necha puldan qilib beryapsiz? Pularimizni 1 metrini 230 mingdan qilib beryapmiz, 1 metrini. 230 ming, 220 mingdan 240 minggacha boshlanadi bularimiz. Metr bega qilib beryapmiz. Xolasa kvadrat bega, xolasa metr bega qilib beramiz. Juda go'zal. Aka, mana xorlar narxini ortib ketaveraylik, chunki xorlarimiz aka kuzatayotgan odamlarimiz hammasiga birinchi narx qiziq. Bo'ldi aka, xorlarimiz mana shularimiz 180 mingdan qilib beryapmiz. Metrinimi? 1 metrini. 180 mingdan qilib beryapmiz. 10 ga 5 dan bo'lgan 6 ga 6larimiz 170 mingdan 220 minggacha boshlanadi. Tushunarli aka. Qarang. 20 metrga deyapsiz, bez ustun deyapsiz. Buni uyga qo'yib foydalansa bo'ladimi? Bo'ladi. Uyga endi to'sin tashlab loy bosgani bo'lsa, 12 metrgacha bez ustun qilib beramiz. Oha. Qo'shxor bo'lib. Mana bunaqa neves shipir bo'ladigan bo'lsa, 20 metr, 22 metrgacha neveslar qilib beraveramiz. Firmalar qayerga ketyapti aka? Necha puldan qilib berasiz firmalarni? Firmalarda aka, mana firmalarimizda 145 ming, 150 ming chiqadi. Bu firmalarimiz 1 metri 5 ga 5 dan bo'lyapti. O'xshi 5 ga 5 dan. O'xshi 5 ga 5 dan. Chirchiqqa ketyapti. Farg'onadan ha? Nimaga? Toshkentga. Toshkentga, Farg'onadan ketyapti. Farg'onadan Toshkentga ketyapti. Qarang, bu degani nimani hisobiga aka? U tomonlarda yo'qmi, arzonligimi hisobi? Yo'q, endi u taraflarda yo'q. U taraflarda bor, yangi metaldan bor. Ha. Mana bunaqa konteynerdagidan yo'q. Nimaki yangidan bu arzon tushyapti. Ham baquvvat, ham qalin. Baquvvat, ham qalin, ham baquvvat. Aka, konteyner eshikbozlari necha pul? Konteyner eshikbozlari 120 mingdan 110 mingdan 120 minggacha. Tushunarli. Nimani hisobiga endi 110 mingdan 110 ming deganimiz 220 bo'ladi. Narisi 2,5 bo'ladi. Ha, bo'ldi. Kalta hisoblaydi, shuna narx o'ynaydi aka. Aka, xizmatlar qayerdan qayergacha bor? Xizmatlar 12 ta viloyat aka. Qo'shni viloyatlar. Tojikiston, Qirg'iziston ham ishlayveramiz. Qo'shni davlatlarga ham ekanda. Aka, endi qarang. Konteynerda chanasi nechiga nechi bo'ladi? Eng ko'p tushadigan savollardan. Chanamiz aka 17 bo'ladi, balandligi, uzunligi 11.70 bo'ladi. Narxi? Narxi hozirgi kunda 480 mingdan 500 minggacha bo'lyapti, to'g'riga. Tushunarli. Endi mana 6 ga 4, 6 ga 6 desa, 6 ga 6 ni metrlari. Metr aka 60 mingdan tushyapti hozirgi kunda. Bir donasi 680 ming. Shunaqa. Buni o'sha firma to'qigani ha aka bu? Ha. Bunimiz firma to'qigani. Juda go'zal. Endi qarang, mana bu joyda bir boshqacha xunuk narsalar bor ekan. Bu qayeri aka bu konteyner? Bunimiz konteynerimiz bu tomonda ko'proq ekan. Tagidan chiqadi. 2.30 lik polni tagidan chiqadigan 22 metrga yasalyapti bunimiz. Ha, shundan yasalyapti. 400 tankali temir mana. Necha pul aka metri bu? Bunimizni 1 metr 190 mingdan. Yo'q, mana materialni o'zlari olmoqchi bo'lsa. Materialni o'zi 85 mingdan bir donasi. Ha, donasi 85 mingdan. Akalar, qaranglar, e'tibor berasizlar. 4 necha stenka? 4 mi? 4 stenka material 280 ming so'm ekan bir donasi. Rahbar, yaxshi arzongan ekan. Bundan tashqari mana 3 xil variantda terishib qo'yibdi, oldiga firmalar qo'yib qo'yishdi. Bu firmalarimiz uylarga, yeroyonlarga qilinyapti bularimiz. Juda ham zo'r, gap so'z yo'q. Xudo xolasa aka,
Ekranda pastga raqamingizni qo'yib qo'yapmiz. Qanday savollar qoldi? Internetda sizda asabingizga tegadigan savollar. Bizga endi internetga savollar endi shunday bo'lyaptiki, odamlar masalan arzon narsani talab qilaveryapti. Arzon narsa hech qachon sifati zo'r bo'lmaydi, to'g'ri gap. Arzon bo'lsin, haligi har xil temir borda, 30 xil temir bor. Masalan, har xil firma bular. Masalan, uni firmaning o'z materialini o'zi ham qimmatda. Mana ichlari bo'lyapti. İçler turistten keldi. İkisi mana ular turist mana mash temirlar ham qimmat, arzon emas. Masalan, 20 ming bo'lsa, manamiz 25 ming ashna qo'yib o'ziga yarasha bitishmalari bor. Biz bu yerda optim narxlarda beramiz. Do'konchilar oladi aka, do'konchilarga beramiz. Juda zo'r aka. Shu. Bo'ldi. Arzon ish sifatli bo'lmaydi, sifatli ish arzon bo'lmaydi. To'ppa to'g'ri. Gap so'z yo'q aka. Bo'lmasam o'sha Farg'ona viloyati bo'yicha tomoni komitetidan video obzorlar bo'ldi. Akamiz raqamni ekranda bitta yozib qo'yapmiz. Telefon qilib 12 ta viloyat chiqarsin, ha. Qo'shni Esengi davlatlar bilan. Gap so'z yo'q. Obzorni tushungan odam borki telefon qilaversin. Chiroyli nafaqat berishadi. Hammaga rahmat, e'tibor uchun sog' bo'lasizlar akalar.